Nada men yo'q bo'lib qolsam deyman. Opa, siz nega ketasiz? Meni teshim chiqadigan ishim bordi. Maktabdan balni siz akaylang. Opam yaxshi ko'radigan nima gullarni izoldim. Biz berib opangizni yo'qlab kelaylar. Ma'qul. Qizim, nima ish qilyapsiz? Puling atyapsiz. Mana. Opam yaxshi ko'radigan nima gullarni izoldim. Qizim, biz berib opangizni yo'qlab kelaylar. Ma'qul. Ko'rib oldingizmi qizim? Bundan dadangizning kiyimlarini mushta qatlab bering, bu pulishib qoldi bulamda. Ma'qul. Opa, siz nega ketasiz? Ma'qul babalam. Nada men yo'q bo'lib qolsam deyman. O'smi bargan sir cho'nglab ketibdi. Balkim mo'lcharimizga vaqtdan burun hayotingizni aylanib qilishingiz mumkin. Bu hayot iddiya jihatdan tayyorlik qilib qo'ying. Hey dadasi, meni teshim chiqadigan ishim bordi. Maktabdan balni siz akaylang. Ben meni yardımımsa. Dada. Bugun opam kelmay siz kelibsiz bu. Bugun çok qizim, opangizning qiziq ish chiqib qopti. Shu men keldim. Jira. Dadasi, aşxonaga qachon bir yutding? Men bek yerib ketdim. Shu yutding. Kirlarni shu yutding. Mening sal mijozim yo'qtirdi. Endi men bolalarning kiyimi bilan o'zingizning kiyimini ayirib shu yutasiz jumi? Birdam qach yuting deysiz. Ha? Birdam kir yuting deysiz. Meni idora erib ishlab charchab kelganim hisob emasmi? Voy, bir haqiqatim kir yuvib qo'yganim bo'pti. Voy bir yutding, sal mijozim yo'qtirdi. Acabmi zerikdi. Shu yutding, ha? Ha, adam edimi? Ey muhabbet, nador cevabim, yürekli kıynar, şirin azalim. Ey muhabbet, Aka, uyda may tugab qoptikan, yaxshiroq mengizdan biror tavsiya qilsangiz bo'pti-ka. Ha, mayamoqchimidingiz? Yaxshiroq mayvoz bilan tavsiya qilsangiz, uyda may qolmabdi-kan, mayaga chiqtay degandim. Ha, unda men 1000 gullik 100%lik sapmaydining, hozir o'tulab ketib bordi. Ma'qul. Mushuni deb ishlatib qo'yamsiz. Mana. Men yaqinda vakolatchi bo'lmoqchimish mayga. Voy shunday yaxshimi buni setilishi? Voy, alomat. Men ayat soat kerak. Ma'qul. Hey dadasi, men ekran lag'maychini yutib qo'yay. Hey, qaysi kuni polo etishni yutib qo'ydingiz? Bugun lag'ma etishni yutib qo'ymadi. Men oshpaz qilib o'tmoqchimsiz? Voyjon, voy o'ginib qo'ysangiz nima bo'pti? Ziyon qilamdi. Men yo'q vaqtlarda etib yeysangiz yaxshi obdat etadi. Bo'ling. Men ya o'qishdanmisam tomoqni? Qarang, menga nima bo'lsa tomoqni o'qishda olaysiz. Ma'qul, tamam? yürekli kıynar, şirin azalim. Ey muhabbet.
hayatda yaşadık deymiz. Belkim hayat bizdi yaşadı, hem bizdi yaşladı. Bizge mehman boldu. Gahilerimizga baldır kelip, baldır ketdi. Gahilerimizning bag'rida xili uzun yaşadı. Biz onunla kanmadık. Gayede hayat mı bizge kanmadı. Yani şu xiyallarımızı kuyga kattık. Özümüz etip, yani özümüz anladık. İtiraf kılımız, şunun ikrarımız. Biz hayatını bağışlap yaşadık. Bugün akşam hayat bizge mundaq pichirlaydi. Baxtiyorlik manguga qilmaydi davom. Azoblar mu ba'zida Qachon qarşı şirket ismini işildim deb jurdi ekansiz. Ma öy bilan go karınız olmuşsun. Ey balaning ögünüşü bilan tek karınız yok. Ya bir mektepten apırıp ekilek deydigan iş yok. Balık siz bağ. Men xizmetimni oldirachilqin bilsiz bo'lsiz. Hazır go men ba. Men yo'q qolsam bal mektepte hech kim ekanmanda. Nari gapni qilmang. Qoqshimsiz umman bir haqiqat. Qaqshmay qanday qilaman? Ashta japa tatib ishlagan kuchliq ya og'a mashinasini tayin olmasa, tuzukroq ishni birini deb qilmamsiz. Nimish qilaman da, nimish qilaman. Men degan ishni japa tatsizmi qilasiz jumamisa? Qilay nimishga shu? Biz ma uyda ishlatayotgan mengurning meyi bag'u. Hozir shunday yaxshi setib aytibdi. Siz shuni vakolatchi bo'lib shaharlarga berib satsangiz, shunday yaxshi pul topib bo'ldi ekan. Vakolatchilarga shunday yaxshi fursatlarni yoritib berayapti hozir. Shaharlardan vakolatchilik. Keseladim qalıdı ketip saqada qılalmaydı onunğa hiç kişi yardım. biz qaytimiz quruqqa keldik quruqqa. Hayat güzel dilga bak, tapsak to'g'ri yo'l. Gahi şahid, gahi dersim ey hayat. Bizga qolgan amonat sen ey hayat. Gahi şahid, gahi dersim ey hayat. Bizga